Erkak kishi ayoliga har kuni gul berish kerak, har kuni sevgi izhor qilish kerak va sevish kerak ayolini va sevgandan keyin nima qilsa ham kechirish kerak, hatto xiyonat qilsa ham deyiladi. Qattan olindi bu gap. Ya'ni erkak kishining sifati shunaqami? Erkak kishiga bir sifat berayotganda biz o'zimizni orzu havasimizdan kelib chiqib, o'zimizni xayollarimizdan kelib chiqib erkakning kimligini biz belgilaymizmi? Yoki ayolni o'zi umuman ayolning kimligini biz belgilab beramizmi? Ayolni ham, erkakni ham ovozini o'chirib qo'yadigan bitta tarozi yo'qmiki? Bu o'zicha gapiradi, bu o'zicha gapiradi. Ya'ni kim aytdi erkak kishining sifati mana shunaqa deb? Erkak kishi har kuni gul olib keladi, har kuni sevgi izhor qiladi. Albatta yaxshi bu narsa. Erkak kishi mehr, e'tibor berishi zo'r narsa. Bu maqtaladi. Lekin erkak deganda bunaqa shaxs tushunilmaydi. Erkak deganda himoya qiluvchi va boquvchi shaxs hayoliga keladi. Ya'ni erkak har kuni gul olib kelishi, sevgi izhor qilishi, ayoliga qancha ko'p pul berishi bilan uni erkakligi o'lchanmaydi. Bu xato. Buni misoli shunaqaki, 1 litr suvni kilo bilan o'lchaganga o'xshaydi. 50 kilo kartoshkani metr bilan o'lchaganga o'xshaydi. Tarozi xato. Shuning uchun ham erkak va ayolga berilayotgan sifat bizani hayolimizdan, orzu havasimizdan kelib chiqish kerak emas. Ayol kimligi va erkak kimligi aniq. U ayolni ham, erkakni ham ovozini o'chirish kerak bu narsa.